Ba'zan o'ylab qolaman, jannatga kira olarmikinman? Alloh taolo qilgan gunohlarimni kechirarmikin? Mahshar maydonida Rasulimiz meni ummatim deya shafaat qilarmikin? Tavbalarim, istig'forlarim qabul bo'ldimikin? Ota-onamga nurdan bo'lgan toshni kiydirish nasib qilarmikin? Gunohga botgan bu tanamni oyoqlarim sirotdan o'tkaza olarmikin? Alloh taoloning oldida bu tillarim haqni so'zlay olarmikin? O'qigan namozlarim Robbim dargohida qabul bo'ldimikin? Jannatda Rasulimiz bilan qo'shni bo'lish nasib qilarmikin? Jannatda Robbimning muborak yuzini ko'rish nasib etarmikin? Rasulimning muborak qo'llaridan Kavsar suvini ichishlik nasib qilarmikin? Ammo shuni bilamanki, Alloh deb yashagan har bir mo'min jannatga kiradi inshaalloh. Mehribon va rahimdil Robbimdan gunohlarimizni kechirishini so'raymiz. Allohim barchalarimizni xos bandalaridan qilsin. Robbim barchamizni o'z jannatida jamlasin. Amin. Allohu akbar.